Bugun sizlar bilan Mojang tomonidan yashirilgan, hech qachon asoslanmagan, lekin kuzatuvchilar tomonidan fosh qilingan 5 ta sir haqida gaplashamiz. O'zimcha sirli gapirdim-da endi. Minecraftning dastlabki versiyalarida, aniqrog'i 2010-2011 yillar atrofida Mojang kompaniyasi ichki testlar uchun o'ziga xos maxfiy skinlar to'plami yaratgan. Bu skinlar ommaga hech qachon chiqarilmagan, lekin ayrim modderlarda va kod tahlilchilari tomonidan jar fayllar orasida topilgan. Ularning orasida oddiy Steve yoki Alex emas, balki g'ayrioddiy ko'zlarga ega, qora fonda kodlarga o'xshash naqshlar tushirilgan skinlar mavjud. Bu skinlar hozirgi kunda hech qaysi bir versiyalarda ishlatilmaydi va Mojang ham bu haqida umuman hech qayerda gapirmagan. Ko'pchilik bu yozuvni hazil deb biladi, lekin diqqat bilan kuzatadiganlar biladiki, bu yozuv ba'zi versiyalarda takror yozilgan. Masalan, 1.6, 1.7, 1.8 va hatto 1.10 yangilanishlarda ham qayta remote Herobrine deb yozilgan. Endi savol tug'iladi. Agar Herobrine mavjud bo'lmasa, ya'ni Mojang aytishiga qaraganda Herobrine umuman mavjud emas. Agarda u mavjud bo'lmasa, nega har doim uni olib tashlashyapti? Va agar bu narsa shunchaki men bo'lsa, nega Mojang buni muntazam ravishda yozmoqda? Meni shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsak, bu narsa shunchaki marketing. Nima uchun marketing? Hali birorta bir hodisa Minecraft auditoriyasi orasida Herobrine'chalik mashhurlikka erishgani yo'q. Tabiiyki, Herobrine'ga bog'liq bo'lgan har qanday holat Minecraft auditoriyasi orasida shov-shuvga aylanadi. Undan-da qiziqarli voqealar juda ham ko'p, lekin negadir auditoriya faqatgina mana shuni rekka olib chiqadi. Qachonlardir insonlar Herobrine'dan zerikkandan so'ng balkim boshqacha maxluq o'ylab topishar. 2013-yilda Snapchat versiyalarida paydo bo'lgan rasmiy releizda mavjud bo'lmagan AutoRed deb nomlangan Redstone blok mavjudligi haqida bilarmidingiz? Bu blok haqida rasmiy hujjatlar mavjud emas, lekin kodlar orasida mana shunday funksiya mavjud edi. Bu blok har doim signal yuborar edi, ya'ni uni o'chirish yoki yoqish shart emas edi. Va bu Redstone texnologiyasi bilan ishlovchilar uchun ayni muddao edi. Mojang bu blokni nima sababdan olib tashladi? Kodlarda u eksperimental, foydalanmang deb belgilangan edi. Boshqacha qilib aytganda, Mojang uni ishlatishni xohlamagan, lekin kodga qo'shgan. Bu maxfiy loyihamidi? Hammamiz bilgan End olamidan oldin boshqa dunyo Minecraftga qo'shilishi mumkinligi haqida bilarmidingiz? Albatta yo'q, chunki buni sizlarga mengacha hech kim aytmagan. Bu olam Otherworld deb nomlangan sirli olam bo'lishi kerak edi. Nochning shaxsan o'zi bu haqida 2010-yilda bergan intervyusida biz boshqa olamlarni sinab ko'ryapmiz deb aytgan. Shundan so'ng The End paydo bo'ldi, ammo Otherworld hech qachon chiqmadi. Ba'zi modderlar bu olamni qayta ishga tushirishga harakat qilishdi, lekin natijada boshqa bloklar sirli tuman va faqat shu olamga tegishli bo'lgan jonivorlargina chiqdi xolos. Bu olam Mojangning chiqarilmay qolgan eng katta sirlaridan biri edi. Balki bu olam juda qorong'u yoki chalkash bo'lganligi uchun uni ommaga bermagan bo'lishlari ham mumkin. Do'stlar, 5-faktimiz haqidagi ma'lumotlar biroz YouTubening hamjamiyat qonun-qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun uni sizlar Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. Kanalimizga esa obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni ham unutmanglar.